Assalomu alaykum barchaga. Bugundan IDC geometri kitobini barcha masalalar yechimlarini ko'rib chiqishni boshlaymiz. Xo'p, bizda birinchi mavzu bu burchaklar va masofalar mavzusi. Mana shu mavzumizdagi barcha misollarni sizlar bilan hammasini tahlilini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak bizda birinchi misol AB kesma uzunligi 12 ga teng. BS kesma uzunligi 8 ga teng. Bizdan mana bu AC kesmaning uzunligi so'ralyapti. Xo'p, AC kesma uzunligini topish uchun bizda AB va BS larni uzunliklarini qo'shish yetarli. Ya'ni 12 qo'shilgan 8 teng 20. Demak, bizda AC kesmamizning uzunligi 20 cm teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi ikkinchi misol. AB 18 ga teng, AC 30 ga teng bo'lsa, BS ni toping. Demak, mana bu AC bizda 30 ga teng ekan, bizda mana bu BS uzunligi so'ralyapti. Demak, 18 qo'shilgan x teng 30 ko'rinishidagi tenglamani tuzamiz va tenglamadan x ni topadigan bo'lsak, bizda 12 bu x, bizda BS kesmamizning uzunligi. Xo'p, keyingi masala. AB bo'lingan BS turi 3 nisbatda, ya'ni AB va BS kesmalarining uzunliklari turi 3 nisbatda ekan. AC uzunligi 42 cm bo'lsa, hop, BS ni toping. Hop, demak, biz bu yerda AB kesmamizni 4x deb belgilasak, BS kesmamiz 3x ko'rinishda bo'ladi va mana shularning yig'indisi, ya'ni AC kesma 42 ga teng. 4x ga 3x ni qo'shib 42 ga tenglab qo'yamiz. Demak, x ning qiymati 6 ekan. Bizdan BS kesma so'ralgan. BS kesma 3 ko'paytirilgan 6. Demak, BS kesmamiz uzunligi 18 ga teng deb javob berishimiz mumkin. Xo'p, keyingi misol. AB va BS kesmalar 5 ga 4 nisbatda. Demak, AB 5x, BS 4x. Xo'p, endi bizga yana berilgan narsa bu AC kesmalar uzunliklari. Xo'p, AB va BS kesmalar uzunliklari, ya'ni kesmalar uzunliklari yig'indisi, ya'ni AC kesma uzunligi berilyapti. Bu 36 ga teng. Bizdan AB kesma uzunligi so'ralgan, ya'ni mana bu 5x. Xo'p, demak, 5x qo'shilgan 4x bizda 36 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x ning qiymati hop 4 ga teng bo'ladi. Demak, bizdan AB so'ralgan, 5 ko'paytirilgan 4. Demak, AB kesmamiz uzunligi 20 ga teng. Hop, 5-misol. AB, BD va DS kesmalar 2, 2 va 3 nisbatda. Hop, demak, AB 2x, BD bu ham 2x, DS bo'lsa bizda 3x ga teng ekan. AB taqsim BS. AB, endi bizda AB ni biz 2x deb belgilaganmiz. Endi BS ni topadigan bo'lsak, BS bu BD va DS kesmalar uzunliklari yig'indisi, ya'ni 5x. Ikkalasini nisbatini oladigan bo'lsak, 2 taqsim 5 yoki 2 yu 5 nisbatlarida ham javob berishimiz mumkin. Xo'p, 6-misol. AB, BD va DS kesmalar 2, 2 va 3 nisbatda. Demak, AB 2x, BD 2x va DS 3x. AB plusdan CD taqsim BD. AB ni qiymati 2x bo'lyapti. CD niki bo'lsa bizda 3x. Ikkalasini qo'shdik va BD ga nisbatda, ya'ni 2x ga. Suratda 5x, mahrajda 2x. Demak, nisbat 5 taqsim 2 yoki 2,5 da javob bersak ham bo'laveradi. Xo'p, keyingi misolimiz. Xo'p, 7-misol bizda AD teng DY ga. Demak, mana bu kesma, mana bu kesma bilan teng ekan. Xo'p, misol uchun buni x desak, bu ham x. Endi YS, mana bu YS SB ga teng. Xo'p, bunisi y bo'lsa, demak bunisi ham y. Agar AB 48 bo'lsa, ya'ni mana bu umumiy holatda bizda 48 bo'ladigan bo'lsa, DS ni toping. Xo'p, DS. Xo'p, demak,
berilganlar bo'yicha yozib olamiz. Ya'ni 48 teng bo'lyapti 2x plus 2y ga. Xo'p, hammasini 2 ga bo'laveradigan bo'lsa, x plus y teng 24. Bizdan ds so'ralgan. O'zi ds uzunligi bizda teng bo'lyapti dy va ys kesmalar uzunliklari yig'indisiga. Bular ikkalasi x plus y ni beradi. Biz bu yerda x plus y ni o'zi tayyor topib qo'yganmiz. Demak, ds kesmani uzunligi 24 ga teng ekan deb javob berishimiz mumkin. Xo'p, 8-misol. AD teng dy. Xo'p, AD teng dy. Ikkalasi ham x dan bo'lsin. Ys SB bilan teng ekan. Xo'p, bu bunga teng ekan. Bizdan so'ralgani AB va SD ni qiymatini berish qo'yibdi. Mana bu SD bizda 20 ga teng. Bu ham hozirgi misol bilan deyarli o'xshash ekan. Ya'ni bundan oldingisida butun uzun boshdan oxirigacha bo'lgan kesma, ya'ni AB berilgan bo'lsa uzunligi, endi o'rtadagisi berilyapti, umumiysi so'ralyapti. Xo'p, bizdagi berilganlar bo'yicha yozib olamiz. X plus y teng 20 ga teng. Hozir mana shu x plus y ni teng, o'sha x plus y teng 20 ni 2 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 2x plusdan 2y teng 40 hosil bo'ladi. Bu 2x plus 2y ko'rib turibsizlar. O'sha AB kesmamiz uzunligi, ya'ni AD x dy x ys y sb ya'ni y. Bular hammasi to'g'rilasini qo'shadigan bo'lsa 2x plus 2y hosil bo'ladi va mana shu AB kesmani uzunligiga teng va buni qiymati 40 ga teng ekan. Xo'p, 9-masala. Xo'p, AC teng 34 ga. X ni toping. Xo'p, AC. Demak, mana bu kesmamiz boshdan oxirigacha uzunligi 34 ga teng ekan. Xo'p, bu kesmamizdagi kesmachalarning yig'indisi 2x plus 1, 2x plus 3 plus x teng 34 ga. Xo'p, soddalashtiramiz. Chap tomonda 5x qo'shilgan 4 teng 34 ga. Demak, x ni topadigan bo'lsak, bizda qiymat 6 ga teng. O'zi bizning x so'ralgan ekan, demak x teng 6 deb javob bersak bo'ladi. Xo'p, keyingi misol 10-si. AC teng 29 ga. Xo'p, AC. Mana bu 29 ga teng ekan va BD ni qiymatini toping degan masala sharti qo'yilyapti. Xo'p, BD qani endi? Mana BD. Mana bu o'rtadagi kesmamiz uzunligini topishimiz kerak ekan. Xo'p, bunda demak, bizga birinchi o'rinda x ning qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Sabab mana bu 2x plus 3 hisob kitob qilinayotgan paytda bizga aniq x kerak. Xo'p, endi mana shu yerda hammasini qo'shib turib 29 ga tenglab x topishimiz mumkin. 2x plus 1, 2x plus 3 qo'shilgan x teng 29 ga. Xo'p. Demak, soddalashtiramiz. 5x qo'shilgan 4 teng 29. Demak, x ning qiymati bizda 5 ga teng bo'lyapti. Endi BD BD kesmamiz 2x plus 3 ga teng, x o'rniga 5 topib qo'yish kerak. Xo'p, 2 ko'paytirilgan 5 qo'shilgan 3 bizda 13 ga teng. Demak, BD kesmamiz uzunligi 13 ga teng ekan. Xo'p, bizda keyingi masala 11. Xo'p, AD ning qiymati 24 ga. Demak, mana bu bizda 24 ga teng. BC ning qiymatini toping. Ya'ni bizdan mana bu kesmamizni uzunligi so'ralyapti. O'zi BC ni birinchi o'rinda topib qo'yaylik. BC bu BD va DC kesmalar uzunliklari yig'indisi, ya'ni 2x plus 3 qo'shilgan x. Bu degani 3x plus 3. Xo'p, endi bizga berilgani bu AD ning uzunligi, ya'ni 24. O'zi AD ni tashkil etuvchi kesmalar bu AB va BD kesmalar. Ularni uzunliklari qo'shiladi va 24 ga tenglanadigan bo'lsa, bizda noma'lum x ni qiymatini topishimiz mumkin bo'ladi. X teng 5 ekan mana. Endi mana shu 5 ni olib borib qo'yib hisoblab qo'yamiz. 5 ko'paytirilgan 3 15 qo'shilgan 3 teng 18. Demak, bizda BC kesmamizning uzunligi 18 sm ga teng ekan. Xo'p, 12-masala. AC ni SB ga nisbati, AC ning SB ga nisbati.
Xo'p, ADning DSga nisbati, bular har bitta nisbatimiz 2/1 holatida ekan. Ya'ni xo'p, mana bu ASning SBga nisbati 2/1. Misol uchun bunisi 2x bo'ladigan bo'lsa, bunisi x. Xo'p, endi ADning DSga nisbati 2/1. ADning, ya'ni mana bu kesmamizning mana bu kesmamizga nisbati 2/1 ekan. Bunisi 2y bo'lsa, bunisi y. Xo'p, ABning qiymati 45 bo'lsa, xo'p, AB, ya'ni AB deganda biz mana shu boshdan oxirigacha bo'lgan kesmani nazarda tutyapmiz. AB kesmamiz uzunligi 2x plyusdan x ga teng va bu teng 45 ga ekan. Bizdan CD kesmani uzunligi so'ralyapti. CD mana bu kesma, ya'ni biz shunchaki y ni topib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, demak, bizda tenglama hosil bo'lgan bu yoqda. Ya'ni AB ning uzunligini 45 ligini aytgan va biz AC plyusdan CB orqali topishimiz mumkin bo'lyapti buni x ni. X teng 15 ga. Demak, endi biz x teng 15 ligini bilib oldik va mana shu yerda AC teng ekan, demak 30 ga. Uzr, 30 gradus yozib qo'ydim, 30 ga teng. Bu 30 ni biz 2y plyusdan y ko'rinishida yozishimiz mumkin. Chunki AD va DC kesmalar uzunliklari yig'indisi AC ni hosil qilib beradi va u AC 30 ga teng. Y ni topadigan bo'lsak, bizda 10 hosil bo'lyapti. Demak, bizda so'ralgan CD kesmamiz uzunligi 10 ga teng ekanini javob berishimiz mumkin. Xo'p, keyingi misolimiz AC va CB, AD va DC kesmalar nisbati 2/1 ko'rinishda ekan. Xo'p, AC ning CB ga nisbati 2/1, ya'ni bu 2x, bunisi x. Xo'p, AD ning DC ga AD ning DC ga nisbati bu ham 2/1 nisbatda ekan. Endi buni 2x emas, buni 2y, bunisini y ko'rinishida belgilaymiz. Hozirgi bundan oldingi 12-misol bilan deyarli bir xil. Endi bizga AB ni yana uzunligini beryapti ekan. AB ni uzunligi o'zi 3x ga teng. Elektorga tenglaymiz va x ni topib qo'yamiz. Mana shu yerdan x ning qiymati 18. Hop, bizdan so'ralgani BD kesma. BD. Ya'ni o'zi BD ni uzunligini nima deyish mumkin? BD ni uzunligini y plus x deyish mumkin. Bizda x bor. Endi y topishimiz qoldi, xolos. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turibsizlar, mana bu 2x ni qiymati 3y ga teng. Yoki bo'lmasa x dan 18 ni qo'yadigan bo'lsak, bu 36 ga teng. Ya'ni 2 kere 18. Y ni topadigan bo'lsak 12. Demak, y teng 12 bo'lyapti, x teng 18 bo'lyapti. Bizga x plus y kerak. 12 plus 18 30 ga teng. Demak, bu BD kesmamiz uzunligi 30 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, 14-misol. Xo'p, AB 30 ga teng. Xo'p, AB, ya'ni mana bu kesmamiz boshdan oxirigacha 30 ga teng ekan. AG 15 ga. Xo'p, YB 20 ga teng bo'lsa, YG ni uzunligini toping. Xo'sh, keling, mana bu YG kesmani uzunligini x deb belgilab qo'yaylik. Ya'ni mana bu x. Bu agar x bo'ladigan bo'lsa, mana bu AY bizda 15 minus x bo'ladi. GB bo'ladigan bo'lsa, bu 20 minus x bo'ladi. Mana shu hammasini yig'indisi bizga 30 chiqishi kerak. Ya'ni 15 minus x qo'shilgan x qo'shilgan 20 minus x bizda 30 ga teng. Tenglar mana shu ko'rinishda tuziladi. Demak, 35 ayrilgan x teng 30 bo'ladigan bo'lsa, x ning qiymati bizda 5 ligi ma'lum bo'ladi. Demak, YG kesmamiz uzunligi 5 ga teng. Xo'p, 15-misol. AD 5 ga. Xo'p, AD 5 ga. Demak, mana bu 5 ekan. AG 15 ga. Xo'p, 15 lik mana bu yerda ko'rsatilgan ekan o'zi. YB 20 ga. Xo'p, bu ham ko'rsatib qo'yibdi. Xo'p, AB ni uzunligi 30 ga teng bo'lsa, DY kesmani uzunligini toping. Xo'p, demak, mana bu o'rtani uzunligini topamiz. Ya'ni YG kesmani uzunligini men x deb belgilayapman.
Xo'p, bizga mana bu dy kerak. O'zi aslida biz nima qilamiz? dy ni topish uchun ag kesmamiz bor, ya'ni 15. Mana shundan ad ni ayiramiz, ya'ni 5 ni. Xo'p, ad ni dastlab ayiramiz va undan keyin eg ni ayiramiz. Va mana shunda dy kesmani uzunligi hosil bo'ladi. ag bizda 15, ad 5, eg. Buni uzunligini topamiz. 10 ayrilgan eg bu dy kesmaga teng bo'lar ekan. Eg ni topishni sal oldin o'rgandik. Endi har safar tenglama tuzish shart emas bu misolga. E'tibor beringlar. Masalan, 15 minusdan x qo'shilgan x 20 minus x. Xuddiki keyingi qatorga qarasanglar, xuddiki 35 ayrilgan x teng 30 dan xulosa qilishimiz mumkin ekanki, mana bu 35 bu ikkalasini, mana bu ikkalasini yig'indisi. O'sha yig'indisidan o'sha noma'lum ayrilganda o'sha butun berilgan umumiy kesma uzunligi chiqishi kerak ekan. Ya'ni ikkalasini qo'shadigan bo'lsak yana 35 ayrilgan o'sha 30 ni topadigan bo'lsak teng 5. Ya'ni o'sha yega kesma uzunligi deb chiqadi. Bu endi unaqa murakkab tushuncha emas, bunga chuqur kirib o'tirmaymiz. Xo'p, demak bizda x ning qiymati 5 bo'lyapti. 10 ayrilgan 5 teng 5 ga. Demak bizda mana bu so'ralgan dy kesmamiz uzunligi 5 ga teng ekan. Xo'p, 16-misol. Endi burchaklarga oid misollarga yetib keldik. Kesmalar tugadi. Xo'p, bizda berilyaptiki AOB kesma uzunligi kesma devordim. Burchagimiz 30 ga teng. Ya'ni 30 gradusga. Burchak BOsi 20 gradusga. AOsi burchagini toping. AOsi burchak ikkita burchakdan iborat bo'lyapti. Ya'ni AOS burchagimiz AOB va BOSlarning ikkalasining yig'indisiga teng bo'ladi. AOsini topadigan bo'lsak, ko'ribsizlar, ikkalasining yig'indisi bu 50 gradus. Xo'p, ya'ni bu mana bu ikkala kesmamiz, uzr, yana kesma devordim. Mana bu ikkala burchagimiz, ya'ni AOB va BOS burchaklar AOS burchakning tashkil etuvchilari hisoblanadi. Xo'p, 17-misol. Xo'p, 17-misolimizda nima so'ralyapti endi bunda? AOS burchakni 50 gradusligi berilyapti. BOS burchagimiz 25 ekan, AOB ni so'rayapti. Xuddi bundan oldingi misolga o'xshash, faqatgina noma'lum o'zgaryapti, xolos. Mana bu burchakni alfa deb belgilaydigan bo'lsak, alfa qo'shilgan 25 teng 57 ga. Alfani topib qo'yamiz mana shu yerda. 32 gradus. Keyingisi 18-misol. AOS burchagimiz 63 gradusga teng ekan. AOS. Ya'ni mana bu butun burchagimiz 63 gradus. Bizdan x ning qiymati so'ralyapti. Xo'p. Demak, bizda AOB burchagimiz 2x, BOS burchagimiz x va bularning yondisi 63 gradus. 3x teng 63 ligi ma'lum. Demak, x ning qiymati bizda 21 gradus. Bizdan so'ralgani xuddi mana shu x. Demak, x teng 21 gradus deb javob berishimiz mumkin. 19-masala. Xo'p, AOS burchagimiz, ya'ni mana bu umumiy burchak 110 gradus. X ni toping. Xo'p, AOS burchakni tashkil etuvchilari bular AOB va BOS burchaklar. AOB burchagimizning kattaligi x, ikkinchisiniki x plus 20 va mana shular ikkalasi birgalikda 110 ni hosil qilyapti. 2x teng demak 90 ga, x ning qiymatini topadigan bo'lsak 45 gradusga teng. Xo'p, keyingi misolimiz 20-misol. AOS burchak 120 gradusga teng. Mana bu burchak umumiy holatda 120 gradusga teng ekan. Bizdan BOS burchakning kattaligi so'ralgan. BOS. Ya'ni mana bu burchak. Xo'p, demak AOB va BOS burchaklar AOS burchagimizning tashkil etuvchilari. Ular ikkalasini yig'indisi mana shu
AOS ya'ni 120 gradusga teng. 2x plus 10 teng 120. X ni topadigan bo'lsak, adashmasam 55 gradusga to'g'ri keladi. Xo'p, keyingi misolimiz BOS burchak 50 gradus, AOB ni toping. AOB. Endi bu misolimiz qo'shni burchaklar bo'yicha bo'lyapti. Bilamizki, qo'shni burchaklarda ikkalasining yig'indisi 180 bo'ladi. Biz mana bu BOS ga BOA ni qo'shamiz va 180 ga tenglab qo'yamiz. Endi mana bu BOA ni x bilan belgilaymiz. 50 gradus qo'shilgan x teng 180 ga. Demak, x ning qiymati 130 ekanini javob bersak bo'ladi. Keyingisi, bu ham qo'shni burchaklarga oid misol bo'lyapti. Bizda birinchi burchagimiz 2x, ikkinchisi x bo'lyapti. Ikkalasining yig'indisini topadigan bo'lsak, bu 3x ga teng va bu 180 gradus tashkil etadi. Demak, x ning qiymati 60 bo'ladigan bo'lsa, x teng 60 gradus deb javob berishimiz mumkin. Keyingisi 23-misol. Xo'p, AOB burchagimizning qiymati x plus 20, ikkinchisi x plus 10, x so'ralyapti. Bu ikkalasi yana o'sha qo'shni burchak. X plus 20 ga x plus 10 ni qo'shadigan bo'lsak, 180 gradus chiqishi kerak. 2x plusdan 30 teng 180 ga. X ning qiymatini topadigan bo'lsak, bizda adashmasam 75 gradus. Xo'p, keyingisi 24-misol. Xo'p, bizda berilyapti AOB burchak kattaligi 4x, BOD 3x, DOS burchagimiz bo'lsa 2x. X so'ralyapti. Bular hammasi mana bu uchala burchak birgalikda jamlanib bu bitta yoyiq burchakni hosil qilyapti. Ya'ni AOS burchagini hosil qilyapti. Ya'ni 180 gradusli burchak bu. Uchalasini qo'shamiz va 180 ga tenglab qo'yamiz. Bu 9x teng 180 degani x ning qiymati shunda 20 gradusga kelib chiqyapti. Xo'p, keyingisi 25-misol. Alfa taqsim 4, beta taqsim 5, gamma taqsim 3. Alfa, beta va gammaning qiymatlarini toping. Xo'p, yaxshi. Demak, fe'l alfani o'rniga biz 4x yozamiz. Betani o'rniga 5x yozamiz. Gammani o'rniga 3x yozamiz. Shunda 4x taqsim 4 x ni beradi. 5x taqsim 5 bu ham x ni beradi. 3x taqsim 3 bu ham x ni beradi va tenglik to'g'riligicha qoladi. Ya'ni o'sha nisbat bo'lyapti bu yoqda ham. Sizlarda bo'lsa, misol uchun ikkita kesma AB va BD kesmalar 2/1 nisbatda deydigan bo'lsa, AB ni 2x, BD ni x ko'rinishda yozganmiz. Endi bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa bo'lyapti, xolos. Ya'niki, mana bu beta bilan 4 ni o'rnini almashtirsam, alfa taqsim beta 4 taqsim 5 bo'lyapti. Alfa 4x, beta 5x degan narsa. Xo'p. Demak, alfa ni o'rniga 4x olib kelamiz, beta ni o'rniga 5x, gamma ni o'rniga 3x. Bular uchalasi birgalikda 180 gradusli burchak, ya'ni yoyiq burchak hosil qilyapti. Uchalasini qo'shib 180 ga tenglab qo'yamiz. 12x teng 180 ga. X ni topadigan bo'lsak, hop 15 gradus bo'lyapti. Bizdan har bitta burchakda kattaligini top debdi shart bo'yicha. Hop, alfa 4x bo'ladigan bo'lsa 15 4 ga betiramiz 60 gradus. 5x ekan beta burchagimiz. 15 ga ko'paytiradigan bo'lsak 5 da 75 gradus. 3x 45 ga teng. Tekshirib ko'ramiz. Hammasini yig'indisi 180 bo'lyapti. 45 ga 75 120, 120 ga 60, jami 180. Demak, biz misol to'g'ri ishlayapmiz. Xo'p, keyingisi 26-misol. Xo'p, DO OS ga perpendikulyar. Chizmada o'zi ko'rsatib ham qo'yibdi. Xo'p, burchak AOD ning kattaligini toping. AOD. Mana bu burchakning qiymati so'ralyapti. Xo'p, bizda SOA burchagimizda kattaligi ham bor ekan, 110 gradus. Qaranglar, bu uchala burchak, ya'ni mana bu burchak, mana bu burchak va mana bu burchak birgalikda 360 graduslik to'liq burchakni tashkil etyapti. Uchalasini qo'shib 160 ga tenglab qo'yamiz. Xuddiki qo'shni burchaklarda ikkitasini qo'shib 180 ga tenglagan bilan bir xil ish bo'lyapti, xolos bunday. Faqat endi 360 ga tenglayapmiz. Xo'p, bu
perpendikulyar bo'lgandan keyin o'z-o'zidan 90 gradus degani. 90 gradus qo'shilgan 110 gradus qo'shilgan keyin mana bu AO burchagini x deb qo'yamiz. X teng bo'lyapti 360 ga. X ni topadigan bo'lsak, 360 minusdan 200, ya'ni 200 bu 90 bilan 110 yig'indisi bo'lyapti. Ayirmamiz 160 ga teng, ya'ni 160 gradusga. Demak, bizda so'ralgan AO burchagimizning kattaligi 160 gradus ekan. Xo'p, keyingi misolimiz 27 DO perpendikulyar OSga. DO perpendikulyar OS, ya'ni mana bu ikkalasi perpendikulyar. Xo'p, DOA burchak x plus 40, AOS burchak x minus 10. X ning qiymati so'ralgan. Bular ham o'sha bundan oldingi misol bilan bir xil. Ya'ni x plus 40 qo'shilgan x minus 10 bu perpendikulyar bo'lgani uchun 90 gradus yig'indi 360 gradusga teng. Tenglamani yechib qo'yamiz. 2x dan qo'shilgan 120 teng 360 gradusga. X ning qiymati demak 120 gradus ekan. Keyingi misol, bunda ham yana hozirgi bilan bir xil. Endi faqat burchaklar misoli 4 ta bo'lyapti bunisida. Birinchisi x, keyingisi 2x, 3x va 4x. Bularni hammasini qo'shib turib 160 ga tenglab qo'yamiz. X ga 2x, 3x, 3x qo'shadigan bo'lsak 6, bu bilan 10. Demak, 10x teng bo'lyapti 360 gradusga. X ning qiymati bizda 36 gradus. Xo'p, 29-misol. Bu ham tepadagi ikkita misol bilan bir xil. Uchalasini qo'shamiz, 360 ga tenglaymiz. X plus 15, x plus 10, x plus 20 teng 360. 3x plus 45 teng 360 ga. X ni topadigan bo'lsak, 360 dan birinchi 45 ni ayirish kerak. Bu 315 degani, keyin 3 ga bo'lib qo'yamiz. Bu 105 gradusga to'g'ri keladi. Demak, x ning qiymati 105 gradus ekan. Xo'p, 30-misol. AO perpendikulyar OSga. Mana bu ikkalasi perpendikulyar ekan. Xo'p, AOB burchak mana bu 20 gradusga teng ekan. DOS ni so'rayapti. Xo'p, DOS, ya'ni mana bu burchak. Xo'p, demak, birinchi nima ish qilish kerak? Bizda mana bu ikkalasi orasidagi burchak 90 gradusligi bor. Ya'ni bular perpendikulyar bo'lgani uchun ular orasidagi burchak 90 gradus deymiz. Mana bu yarmini qaraydigan bo'lsak, yarmi emas, mana bu AOB burchagiga qaraydigan bo'lsak, bu 20 gradus. O'zi jamiki 90 bo'ladigan bo'lsa, bu burchak. Demak, bu yoq 70 qolyapti. Endi bular o'chiraveramiz. Demak, tepa 20, pastda 70 bo'lyapti. Endi mana bu pastdagi burchaklarga qaraydigan bo'lsak, mana bu 70 va mana bu noma'lum alfa burchagimiz ikkalasi bir-biriga qo'shni burchak. Qo'shni burchaklar qoidasiga ko'ra ularning yig'indisi 180 gradus. Demak, alfaning qiymati 110 gradus ekanini javob berishimiz mumkin. Xo'p, 31-misol. Endi vertikal burchaklarga yetib keldik. Xo'p, vertikal burchaklar. Bilamizki, vertikal burchaklarni o'lchov kattaliklari, ya'ni ikkalasi burchagimizning o'lchovlari bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni burchak kattaliklari 2x minusdan 40, x minus 10 ga teng deb oladigan bo'lsak, oddiygina chiziqli tenglama x ni bu yoqdan 30 gradusga tengligini topishimiz mumkin. Bizda mana shu x so'ralgan xolos. Keyingi misol. Xo'p, burchak AOS, ya'ni mana bu plus DOD. Mana ikkala burchagimiz yig'indisi 50 gradus. AOD burchakni toping. Xo'p, AOD. Bizdan mana bu burchak so'ralyapti ekan. Xo'p, kelinglar. Demak, mana bu ikkalasini birinchi x deb belgilaymiz va AOS x ekan, qo'shilgan BOD bu ham x ekan, teng 50 bo'ladigan bo'lsa, x ning qiymati 25 ligi ma'lum bo'lyapti. X ni o'rniga mana bu endi 25 yozadigan bo'lsak, mana bu 25 va noma'lum mana bu alfa burchagimiz ikkalasi bir-biriga qo'shni burchaklar, chunki bu ikkalasi bitta yoyiq burchak hosil qilib berishyapti. Ikkalasining yig'indisi bilamizki 180 gradus. Alfani qiymati topadigan bo'lsak, bizda 155 gradus degan qiymat kelib chiqadi. Xo'p,
Keyingi misolimiz 33. OS nur. Hop, OS mana bu nur. Burchak AOB ning bisektrissasi. BOS 25 gradus. AOB ni toping. AOB ni. Xo'p, demak, OS nur, ya'ni mana bu nur burchagimizni bisektrissasiga, bisektrissa xossasiga ko'ra bu burchakni teng ikkiga bo'luvchi chiziq bo'ladi. Ya'ni pastdagi burchak 25 bo'lsa, bu ham tepaga ham 25. Ya'ni burchagimiz teng ikkiga bo'lishi kerak. Endi bizda mana bu umumiy burchak so'ralgan, ya'ni AOB burchak. AOB burchak ikkalasining yig'indisi bo'ladi, ya'ni 50 gradus. Keyingisi 34-misol. OD nur SOB ning bisektrissasi. OD nur SOB ning bisektrissasi. Bu 30 ga teng bo'lsa, bu ham 30 degan. Ya'ni BOD ni 30 gradusligiga aytib qo'yibdi. Burchak AOS ni toping. AOS, ya'ni bizdan so'ralgani mana bu burchak bo'lyapti. Xo'p, qaranglar, mana bu SOB burchak kattaligi 60 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, bu ham 120 bo'ladi. Sabab bular qo'shni burchak bo'lyapti. Ya'ni o'sha ikkalasini qo'shib turib 180 ga tenglab qo'ysak bo'ldi. Xo'p, 35-misol. Xo'sh, 35 ta nima degan? SOB teng 32 ga. SOB teng 32 ga. DOS 86 ga. OY AOD ning bisektrissasi. Ya'ni mana bu alfa bo'lsa, pastda ham alfa. Bizdan alfani qiymati so'ralyapti. Xo'p, bu to'rala burchakni qo'shib turib 180 ga tenglab qo'yamiz. Alfaga alfa 2 alfa, 86 ga 32 118 va bular yig'indisi 180 gradus. Alfani topadigan bo'lsak, bizda xo'p 180 dan 118 ayirsak 62 bo'ladi. 62 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 31 gradus. Demak, alfa burchagimiz kattaligi 31 gradus. Xo'p, 36-misol. OY nur. OY nur. Hop. AOS ning, hop, OD nur esa SOB ning bisektrissasi. Hop, demak, bizdan so'ralgani YOD burchak. YOD. Ya'ni mana shu burchakni kattaligini topishimiz kerak. Hop, bu chiziq bu burchakning bisektrissasi bo'lgani sababli burchak teng ikkiga ajratadi. Bu burchak, masalan, x bo'lsa alfa deylik, alfa bo'lsa, bunisi ham alfa bo'ladi. Bu chiziq mana bu SOB ning bisektrissasi bo'lgani uchun burchakning teng ikkiga bo'ladi. Agar bu beta bo'lsa, pastda ham betaga teng bo'lishi. Hop, davom etamiz. Hop, demak, bu burchaklarni alfa va beta belgilash kiritdik. Endi bu to'ralasining yig'indisi, ya'ni 2 alfa qo'shilgan 2 beta 180 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, bizga keraklisi qaysi? Ya'ni bizdan so'ralgani o'zi YOD burchak. Ya'ni mana bu alfa bilan betaning yig'indisi so'ralyapti. Alfa bilan betaning yig'indisi shunda mana bu hammasini 2 ga bo'lish orqali keltirib chiqarsak bo'ladi. Alfa plus beta teng 90. Demak, bizda YOD burchagimizning kattaligi 90 gradus ekanini javob berishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi AOB burchak 130 gradusga teng. Hop, AOB burchak 130 gradus. OY nur, hop, AOS ning OD nur bo'lsa, SOB ning bisektrissasi. Bu x bo'lsa, bu ham x, chunki OY bisektrissa. Hop, SB uchun OD chiziq bisektrissa bo'lyapti. Mana shu nur chiziq bisektrissa bo'lyapti. Y bo'lsa, bu ham y. YOD so'ralyapti. Yana mana shu narsa. Endi qaranglar, mana bu 2x qo'shilgan 2y 130 ga teng bo'lyapti va bizdan so'ralgani mana bu o'rtadagisi, ya'ni x plus y. Hammasi 2 ga bo'ladigan bo'lsa, x plus y teng 65 chiqadi. O'zi bizga mana shu aynan x plus y kerak. Demak, YOD burchagini 65 gradusga teng ekanini javob bersak bo'lar ekan. Xo'p, keyingi misolimiz 38. AOB teng 140 gradus. AOB burchagimiz 140 gradus. Xo'p, GOS 40 gradus. OY nur, hop,
AOG'ning OD nur, SOB'ning sektrissasi. Xo'sh, OY mana bu nur, AOG mana buni bisektrissasi. Demak, bu X bo'lsa, demak bu ham X. OD nur bo'lsa, SOB'ning bisektrissasi. Bu Y bo'lsa, bu ham Y. Bizdan YOD. YOD. Mana bu 3ta burchakni jamlanmasi, ya'ni mana yig'indisi so'ralyapti ekan, qisqasi. Bizga kerakli narsa x plus 40 plus y. Xo'p, bizga nima ma'lum? Bizga mana bu burchagimizni, ya'ni AOB'ning qiymati ma'lum, 140 graduslik. U burchakni tashkil etuvchilari x 40 va y. Bular hammasi birgalikda 140 gradus. 2x qo'shilgan 2y teng bo'lyapti, demak 100 gradusga. Mana shu yerda hammasi 2 ga bo'laveradigan bo'lsa, x plus y qiymati kelib chiqyapti. Endi shuni mana bu yerga olib borib qo'yadigan bo'lsak, bizda 90 gradusga natija hosil bo'lar ekan. Demak, YOD burchagimizni qiymatini 90 gradusga teng deb javob bersak bo'lar ekan. Xo'p, 38-misol. ABC nuqtalar berilgan tartibda bir to'g'ri chiziqda yotadi. Xo'p, demak, A, B, C nuqtalar berilgan tartibda bir to'g'ri chiziqda yotadi. Ya'ni mana shu ketma-ketlikda. Agar AB 500, BC 400 bo'lsa, AC masofani toping, ya'ni umumiy kesmani uzunligini so'rayapti. Ya'ni o'sha kesma masalalariga qaytib biz umumiy holatda AC kesmamiz AB va BC larning yig'indisiga teng, ya'ni 900 ga. Keyingisi 40-misol. ABC nuqtalar berilgan tartibda bir to'g'ri chiziqda yotadi. A, C, B nuqtalar berilgan tartibda bir to'g'ri chiziqda yotadi. Agar AB 600 ga teng bo'lsa, BC 200 ga teng bo'lsa, AC ni toping. Ikkalasining yig'indisi 600 bo'lishi uchun bizda mana bu AC kesmamiz uzunligi 400 ga teng bo'lishi kerak. 400 cm ga. Xo'p, 41-misol. C, A, B nuqtalar berilgan tartibda bir to'g'ri chiziqda yotadi. C, A va B nuqtalar berilgan tartibda bir to'g'ri chiziqda yotadi. Agar AB mana bu kesma 500, BC mana bu jami umumiy 700 bo'lsa, AC ni toping. Mana bu yerda. Ikkalasining yig'indisi 700 ga teng bo'lishi uchun AC kesmamiz uzunligi 200 cm ga teng bo'lishi kerak. Javob shu. Ya'ni umumiydan AB ni ayirib tashlayapmiz, AC ni uzunligiga tushadi. Ya'ni 700 dan 500 ayirib 200 hosil qilyapmiz. ABC nuqtalar bir to'g'risida yotadi. A, B va C nuqtalar bir to'g'risida yotadi. Agar AB 600, BC 400 bo'lsa, AC ni toping. Ya'ni umumiysini so'ralyapti. Ya'ni bu ikkalasining yig'indisi umumiy holatda 1000 ga teng. ABC nuqtalar bir to'g'risida yotadi. 43-misol. ABC nuqtalar bir to'g'risida yotadi. Agar AB teng 900, BC teng 400 bo'lsa, AC masofani toping. A, B, C nuqtalar bir to'g'risida yotadi. AB 900, BC 400, AC masofa bu umumiy holatda 1300 cm. Xo'p, keyingi masalalar, bular juda oson endi. Xo'p, ya'ni hozirgi ishlagan masalalarimizni matnli ko'rinishida beryapti menimcha. Chunki o'sha ketma-ketlik bo'yicha ketayotganga o'xshayapti. Xo'p, mayli, bir boshqa ko'rib ketaveramiz. 44-misol. ABC nuqtalar bir to'g'risida yotadi. Mana bu yerda sal boshqaroq, qiyinroq bo'lgan masalalar ham bor ekan. Ya'ni ko'pchilik o'quvchilar qiynaladi. Ya'ni mana bu soat masalalari. Shularni ham bir chuqurroq ko'rib ketishga harakat qilamiz. Xo'p, 44-misol. ABC nuqtalar bir to'g'risida yotadi. Agar AB 1200, BC 400 bo'lsa, AC masofani toping. Yana o'sha chizmamiz ABC, AB 1200, BC 400,
AC ni toping. AC bizda demak 1600 cm. 45-misol. A va B nuqtalar orasidagi masofa 500. A va B nuqtalar orasidagi masofa 500 santimetr. B va C nuqtalar orasidagi masofa 400. A va C nuqtalar orasidagi masofani toping. Xo'p, mana shu bitta narsa aytib o'tib ketaman. Qaranglar, chiroyliroq qilib chizayliksan tartib bilan. Xo'p. A va B nuqtalar orasidagi masofa bu 500 ga teng ekan. Xo'p, yozib qo'yamiz. Bu A va bu B. Bu 500 ga teng. Xo'p, endi B va C nuqtalar orasidagi masofa. Endi tuzuvchi bu misolni, ya'ni masalan, shartni tuzuvchi odam bu misolni qanaqa shartda tuzgan bilmaymiz, lekin umumiy holatni ko'rib ketamiz. Xo'p, BC kesma, mana shuni qizilda chizaman. BC kesma, qaranglar, mana bu holatda bo'lishi mumkin. Xohlasa bu holatda bo'lishi mumkin, xohlasa bu vaziyatda bo'lishi mumkin, xohlasa bu vaziyatda yoki bu vaziyatda yoki bu vaziyatda. Ya'ni umumiy holatda istalgancha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Endi bizdan AC so'ralayotgan paytda biz qaysi masofani topishimiz kerak? Mana buni yoki mana buni yoki mana buni yoki buni yoki buni yoki mana bu yerdagi kichkina kesmani topishimiz kerak. Endi e'tibor beramiz. Ya'ni o'sha kesmamiz birinchisi xohlasa bunaqasiga aylanib o'sha A B kesmani ustiga tushib qolyapti yoki umumiy holatda haligi B o'rtada A bilan C ikkita chekkada bo'lgan. Mana shu masalalarda sal boshqacharoq ham qilib beradi. Ya'ni mana bu hop A va C orasidagi masofani eng katta qiymatini toping yoki eng kichik qiymatini toping deb qo'yadi. Eng katta qiymat so'ralgan paytda biz o'sha A ni eng chapga, B ni o'rtaga, C ni o'ngroqqa qo'yamiz va shunda bizda eng katta masofa, ular orasida eng katta masofa hosil bo'ladi. Endi A C ni orasidagi eng qisqa masofa so'ralganda A, B va C nuqtamiz A va B orasiga joylashtiriladi va shunda A C eng kichik kesma, A C kesmamiz eng kichik qiymatga erishadi. Xo'p, endi hozirgi masalamizda A va C nuqtalar orasidagi masofani toping deydigan bo'lsa, bunda aniq bitta javob shaklida biz yechim bera olmaymiz. Biz buni oraliq ko'rinishda javobini berishimiz mumkin. Ya'ni eng uzun holatda, ya'ni mana bu yerda A, mana bu yerda B va mana bu yerda C bo'lganda va ular bitta to'g'risida o'tganda, ular orasidagi masofa 900 bo'lishi mumkin edi. Ya'ni mana bu 500 ga teng, bu 400 ga teng, umumiy holatda kesmamiz 900, eng maksimum holatda. Endi A va C orasidagi masofa minimum holatda bo'lsa, C mana bu ikkalasining orasiga joylashtiriladi va mana bu A nuqta. A B bizda 500, B C 400 bo'ladigan bo'lsa, A C 100 lik kelib chiqadi. Demak, A va C nuqtalari orasidagi masofani biz aytishimiz mumkin ekan, 100 dan 900 gacha istalgancha qiymat chiqarish mumkin. Ya'ni o'sha hozir mana bu yerda ko'rib o'tdik. 1 minut. Mana. Bu ikkalasi bitta to'g'risida yotgan paytda o'sha maksimum vaziyati. Endi bu C nuqta mana bu yerga joylashtirsam, bu holatda bo'lyapti o'sha BC kesmam va orasidagi masofa mana bu bo'lib qolyapti. Ya'ni qaranglar, mana 900 dan kichikroq. Ya'ni bu xohlasa 600 ga ham erishishi mumkin, xohlasa 700 ga ham erishishi mumkin, xohlasa 800 ga ham erishishi mumkin. Ya'ni shu 100 bilan 900 orasidagi qanaqadir qiymatlar chiqaraveradi bu usullik. Xo'p, misol tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, keyingi misolimiz. Xo'p, A va B nuqtalar orasidagi masofa 700, B va C nuqtalar orasidagi masofa 800 bo'lsa, A va C nuqtalar orasidagi masofani toping. Bu ham hozirgi bilan bir xil ekan. Masalan, A bunisi B, bunisi C bo'ladigan bo'lsa, A va B nuqtalar orasidagi masofa 700, B va C orasidagi masofa 800,
bizdan A va S orasidagi masofa so'ralgan. Maksimum holatda bo'lyapti. Bu 1500, minimum holatda bo'ladi. Endi bu mana bu yerda A, B, hop. Ozgina mana yerda chizmada adashdim. Mana bu yerda A, bu yerda B, mana bu yerda S. Ya'ni BS'ni biz bu tomonga chapga chizyapmiz. A ga nisbatan. Hop, endi masalan mana bu uzunlik 700 deyapti. Bu uzunlikni 800 deb qo'yapti. Bizga AC kerak. Endi bu o'z-o'zidan 100. Demak, AC 100 dan 1500 gacha istalgan qiymat chiqarishi mumkin deb javob beramiz. Ya'ni oraliq ko'rinishida. Xo'p, 47-misol. A va B nuqtalar orasidagi masofa 300. A va B orasidagi masofa 300. B va S nuqtalar orasidagi masofa 200. B va S orasidagi masofa 200. A va S nuqtalar orasidagi masofani toping. Maksimum holatda 500, minimum holatda S bu yoqda bo'lgan paytda bu 200 bo'lib turib, bunisi 100 bo'ladi. Demak, minimum holat bu 100. 100 dan 500 gacha qiymatlar chiqarish mumkin. 48-misol. A va B nuqtalar orasidagi masofa 500. B va S nuqtalar orasidagi masofa 200. A va S nuqtalar orasidagi masofa qanday qiymatlar qabul qilishi mumkin? Endi qaranglarda, hozirgi mana bu ishlagan, tepada ishlaganimiz bor-ku, 3 ta misol. O'zi shu misollar mana shu hozirgi mana bu 48 da sharti bilan berilgan, juda ham to'g'ri bo'lardi. 47 ni o'zi aslida nima deyish kerak edi? Misol, endi kitobdan xato topish emas, o'zi agar misol shart yana ham aniqlashgan bo'lardi. A va B nuqtalar orasidagi masofa 300, B va S nuqtalar orasidagi masofa 200 bo'lsa, A va S nuqtalar orasidagi masofani toping deb turib, A, B va S nuqtalar 1/4 da yotgan yoki 1/4 yotmagan degan shart nimadir qo'shimcha bo'lganida misolni aniq ishlashimiz mumkin edi. Ya'ni misol, agar ular bitta to'g'risida yotadi desa, A va S nuqtalar orasidagi masofa 100 va 500 bo'lishi mumkin degan ikkitagina javob bera olardik xolos. Endi 48-misolda hozirgi o'rganganlarimiz bilan bu ham bir xil bo'lyapti. Xo'p, A va B nuqtalar orasidagi masofa 500, B va S nuqtalar orasidagi masofa 200 bo'lsa, A va S nuqtalar orasidagi masofa qanday qiymatlar qabul qilishi mumkin? Maksimum holatda ikkalasining yig'indisi bo'ladi, ya'ni 700, minimum holatda ikkalasining ayirmasi bo'ladi, ya'ni 300. Demak, A va S nuqta orasidagi masofa 300 dan 700 gacha bo'lgan istalgan bitta qiymatni qabul qilish mumkin. Xo'p, 49-misol. To'g'ri chiziqdagi A, B, S nuqtalari uchun AB teng 8 va 3. Yo'q, menimcha 8.3. AB 8.3 cm. Mana hozirgi aytgan narsam. Misolda aytib ketyapman. To'g'ri chiziqdagi A, B, S nuqtalari uchun. Ya'ni bular bitta to'g'ri chiziqda ekanda. AB 8.3, AC 10.6, BC 2.3 bo'lsa, ekani ma'lum bo'lsa, ABC nuqtalarining qaysi biri qolgan ikkitasining o'rtasida yotadi? Bitta to'g'ri chiziq chizib olamiz. 3 ta nuqta A, B va C nuqtalar. Xo'p, bizga AB berilgan 8.3, AC berilgan 10.6. Demak, C bu chekkada ekanda, shunda AC 10.6 bo'ladi va BC 2.3 ligi ham aytilyapti. Keyin ikkovini yig'indisi mana bu 10.6 hosil qilib beradi. Bo'ldi. Demak, B o'rtada bo'lar ekan. Javob berib qo'ysak bo'ldi. O'zi aytgan mana A, B, C nuqtalarining qaysi biri qolgan ikkitasining o'rtasida yotadi? Javob B nuqta. Xo'p, 50-misol. To'g'ri chiziqdagi A, B, C nuqtalari uchun to'g'ri chiziqdagi A, B, C nuqtalari uchun AB 20, AC 7. Qaranglar, mana shu yerda Uju biz chizmani xato chizganimiz ma'lum bo'lib qoldi. AB ni biz 20 deb turib, mana bu AC ni undan kattaroq kesmagani 7 deyamiz. Demak, bu yerda bitta o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Xo'p, ya'ni qanaqa? Nuqtalar o'rnini almashtirish orqali AC va B. C bilan B'ni o'rnini almashtirdik. Shunda AB 20 desa va AC 7 desa endi mos kelaveradi. CB 13 ligi
o'zi aytilgan ekan, hisoblasak ham chiqyapti. Demak, endi biz mana chizma to'g'ri chizdik. A, B, C nuqtalarining qaysi biri qolgan ikkitasining o'rtasida degan javobga C nuqta deb javob berishimiz mumkin. Xo'p, 51-misol. 51. To'g'ri chiziqdagi A, B, C nuqtalari uchun A, B 15. To'g'ri chiziqdagi A, B, C uchun A, B 15. A, C 20. B, C hozirgi biz chizmamizga ko'ra 5 bo'lib qolyapti, lekin bu 35 deyapti. Demak, biz chizmani xato chizyapmiz deb xulosaga kelamiz. Shu orqali endi biz nuqtalarni o'rnidan almashtirib ko'ramiz. C, B qilib ko'raylik masalan. A, B 15 ga teng, A, C 20 ga teng. Yana to'g'ri kelmay qoldi. Chunki A, C bilan B, C ni yig'indisi ikkalasi birgalikda mana bu yerdagi qiymat hosil qilib berish kerak, lekin bu yerda o'zi 15 dan katta bo'lgan 20 qatnashib qoladi. Demak, chizmamiz yana xato. Keyingi holat. Biz birinchi B ni o'rtaga chizdik. Hozir C ni chizib ko'rdik. Endi A ni chizib ko'ramiz o'rtaga. B, A, C. Xo'p, shartni yana o'qib chiqamiz. A, B 15, A, C 20, B, C 35 deyapti shart bo'yicha va chizmaga to'g'ri kelyapti. Demak, endi biz chizmani to'g'ri chizgan bo'lamiz va qaysi biri qolgan ikkitasining o'rtasida desa, A nuqtali javob berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, 52-misol. Bizda soat va minut mili masalalari berilyapti, ya'ni ular orasiga burchak topishga doir masala. Soatning minut mili 8 minutda necha gradusga buriladi? Xo'p, bu yerda faqat menimcha burilish haqida ketyapti, xolos qaysi deb testlayotgan. Xo'p, mana shu misollar tugatgandan keyin qanchadir vaqt o'tganda soat va minut mili orasidagi burchak qancha bo'lib qoladi? Shunga oid bitta masala ham tushuntirib berib ketaman. Xo'p, qaranglar, hozirgi misolimiz sal soddoroq ekan. Soatning minut mili 8 minutda necha gradusga buriladi? Soatning minut mili bilamizki, mana bu holatda bir krug aylanib keladi va mana shunda 1 soat o'tgan bo'ladi. Va shu 1 soat ichida u 360 gradusni bosib o'tadi. Ya'ni 360 gradusli burchak chizadi. 1 soatda, ya'ni 60 minutda 360 gradus chizadigan bo'lsa, 8 minutda qancha burchak chizadi deb turib proporsiya qilishimiz ham mumkin. 60 ko'paytirilgan, mana buni x deb qo'yamiz. X 8 ko'paytirilgan 360. Qisqaradigan bo'lsa 6, demak x teng 48. Demak, 8 minutda soatimizning minut mili 48 gradusga burilar ekan. Yoki bo'lmasa buni sal boshqaroq fikrlash mumkin. Misol, endi yana xuddi shu narsa, faqat sal boshqa ko'rinishda demoqchiman. Misol, bir krug aylanib kelganda 60 minut o'tadi va bu 360 gradusga teng. Demak, har bitta minutda u 6 gradusdan yurayapti. Jamiki u 8 minutda har minutida 6 gradusdan yuradigan bo'lsa, jami 48 gradusni bosib o'tyapti deyishimiz mumkin. Xo'p, 53-misol. Soatning minut mili 42 minutda necha gradusga buriladi? Hozir aytib o'tdim. 1 minutda soatning minut mili 6 gradusga buriladigan bo'lsa, 42 minutda 42 ko'paytirilgan 6 orqali topishimiz mumkin. Ya'ni bu qiymat bizda 252 gradusga teng. Xo'p, keyingisi. Soatning minut mili 30 minutda necha gradusga buriladi? 1 minutda u 6 gradusga buriladigan bo'lsa, 30 minutda 180 gradusga buriladi. 55 soatning soat mili 2 soatda necha gradusga buriladi? Soatning minut mili, soatning soat mili ekan. 2 soatda necha gradusga buriladi? Bu ham hozirgiga o'xshab ketadi. Ya'ni mantiq o'sha. Soat mili bir krug aylanganda, ya'ni soat mili o'sha 12 soat o'tganda bir krug aylanadi va o'shanda 360 gradusli burchak chizayotgan bo'ladi. Endi shu soat milimiz 40 minut harakatlanyapti, ya'ni 40 minutda necha gradusga buriladi degan shart bo'lyapti. Uzr, 2 soat degan pastdagisiga qarab qolibdi. 2 soatda necha gradusga buriladi? O'zi 12 soatimizda 360 ga burilayotgan bo'lsa, har bitta soatda u 30 gradusdan burilyapti deyishimiz mumkin. Chunki o'sha 160 ni 12 ga bo'lyapmiz-da, 30 gradusga yetishyapti. Endi shuni 2 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 60 gradusga javobni og'zaki ravishda ishlab berishimiz mumkin. Ya'ni hozirga ham bitta proporsiyani tuzib qo'yamiz. 12 soatda 360 gradusli burchak
bosib o'tadigan bo'lsa, hosil qiladigan bo'lsa, 2 soatda qancha gradusli burchak hosil qiladi? X teng 60 deb javob berishimiz mumkin. Endi 56-misolda soatning soat mili 40 minutda necha gradusga buriladi degan masala berilgan. Soat milimiz 1 soatda, hozir aytib o'tdim, 30 gradus burilar ekan, ya'ni 1 soatda 30 gradus burilar ekan. Endi 1 soatda 60 minut deyishimiz mumkin. Demak, 60 minutda 30 gradusga buriladi. Endi 40 minutda bo'lsa x gradusga buriladi. Proporsiya bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, bu yoqda 1200, x ning qiymati 20. Demak, 40 minutda soat mili 20 gradusga burilar ekan deb javob bersak bo'lar ekan. Xo'p, keyingi masalamiz. Soatning soat mili 72 minutda necha gradusga buriladi? Soatning soat mili 72 minutda necha gradusga buriladi? 1 soatda, ya'ni 60 minutda 30 gradusga burilsa, 72 minutda u qanaqadir alfa burchakka yoki x gradusga buriladi. 60 ko'paytirilgan x, 30 ko'paytirilgan 72. Yana o'sha proporsiya. Bitta 0 ketdi, 6 bilan 72. Bu yoqda 12, 3 ga ko'paytirib qo'ydik. Bo'lsa, x ning qiymati 36 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni soat mili 72 minutda 36 gradusga burilar ekan. Xo'p, 58-masala. Soat 1:20 bo'lganda soatning minut va soat mili orasiga burchak toping. Mana biz kitobda ham bergan ekan. Sal oldin aytib o'tdim, shu soat va minut mili orasidagi burchak topishga oid masalalar tushuntirib beraman deganda, mana o'zi kitobda ham tayyor berib qo'yibdi. Shular bo'yicha ozgina misollar ko'rib chiqamiz. Xo'p, soat 1:20 bo'lganda. Xo'p. Soatimiz 1:20. Endi soat 1:20 bo'ldi degani. Xo'p, mana bu minut mili mana bu 4 da turibdi degandi, chunki hammamiz bilamiz bu narsani. Har bir bilan 2 orasi 5 minutga, 2 bilan 3 orasi 5 minutga, 3 bilan 5, 3 bilan 4 bilan 5, har bitta shu soatlar orasidagi uzunlik 5 minutga to'g'ri keladi. Ya'ni bu 4 ni ko'rsatib turibdi ekan minut mili. Soat mili bo'lsa 1 ni ko'rsatyapti deyamiz mana shu yerda endi. Chunki u 1:00 da 1 ni ko'rsatadi-da. Xo'p, buni boshqa rang bilan chizib qo'yaylik. Hop. 1:00 da 1 ni ko'rsatadi. Endi bizda hozir 1:00 emas, 1:20 bo'lgani uchun bu 1 dan 2 ga qarab ozgina yurib qo'ygan bo'ladi. Endi mana shu ikkalasini orasidagi qanaqadir o'sha alfa burchak topamiz. Xo'p, burchakni qanaqa topish kerak? Qaranglar. Xo'sh. Soat mili mana bu yerda bo'lganda qanaqa bo'lardi bular orasidagi burchak? Bitta, ikkita, uchta. Har bittasi bu ya'ni 360 ni ya'ni 360 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsak 30, har bittasi 30 gradusdan. Ya'ni 1 da turgan bo'lganda ana soat strelkamiz jami 90 gradus bo'lardi ekan. Lekin bu minut mili harakati sababli soat milimiz ham ozgina surilgan 2 ga qarab. Biz mana shu qancha surilganini topamiz va 90 dan ayirib tashlaymiz. O'shanda alfani qiymati kelib chiqadi. Chunki alfa mana bu yerdagi x bilan alfa bilan x ning yig'indisi 90 ga teng. Biz men hozir aytgan narsa alfani topish uchun 90 dan x ni ayiramiz deyapman. Ya'ni mana shu x qanaqa topiladi? Sal oldin soat mili 1 minutda yoki 20 minutda yoki 40 minutda yoki mana 72 minutda qanchaga buriladi degan masalani ko'rib chiqdik. Tasavvur qilinglar, 1:00 bo'lib turibdi soat. O'sha paytda soat strelkasi 1 da bo'lgan. Undan keyin 20 minut o'tganda qanchadir burilgan. Ya'ni o'sha soat strelkasi 20 minutda qancha gradusga buriladi degan savolga javob berib qo'ysak bu 60 minutda bu 30 gradusga buriladigan bo'lsa, mana bu yerda ham xuddi shunaqa ishlar bajarganmiz-ku. 60 minutda 30 gradusga burilsa, 20 minutda necha gradusga buriladi? Proporsiya 60x, bu yoqda 600. X teng 10.
Demak, 20 minutda 10 gradusga burilar ekan. Olib kelib qo'yamiz. 90 ayrilgan 20 teng bo'lyapti. Uzr 20 emas ekan, 10 ekan. Işte ozginalashdi mana. Demak, bizda agar soat 1:20 bo'ladigan bo'lsa, soat mili va minut mili orasidagi burchak 80 gradusga teng bo'lar ekan, javob bersak bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi, bu ham shunga o'xshab ishlanadi. Soat 2:50 bo'lganda, endi faqat soat 2:50 ekan. Xo'p, soat 2:50 bo'lganida minut mili, xo'p 50 minut bo'lish uchun mana bu 10 ni ko'rsatayotgan bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana 9 ko'rsatib turgan bo'lsa, 45 minut o'tibdi deymiz-ku. Endi mana bu 10 ni ko'rsatsa minut milimiz. Shunda o'sha 50 minutni bildiradi. Soat milimiz bo'lsa 2, uzr. Qochib ketdi-ya. 2 dan ozgina siljigan bo'ladi, chunki 2:00 da bu 2 ni ko'rsatardi-da. Endi bizda 2:50 bo'lgan. Bu strelka 3 ga yaqinlashib qolgan. Buni o'chiramiz-da. Ozgina 3 ga yaqinroq qilib chizib qo'yamiz. Endi bu bizda soatimizni o'sha soat mili bo'lyapti. Xo'p, orasidagi burchak topamiz. Agar mana bu soat mili 2 ni, ya'ni 2:00 da bo'lib turgan paytda, ya'ni 2 ni ko'rsatib turgan bo'lganida minut mili va soat mili orasidagi burchak qancha bo'lardi? Orasidagi burchak mana bu 2 dan 10 gacha. Qancha bor? 2 dan 3 gacha 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Ya'ni 8 ta 30 gradusdan bor. Ya'ni 240 gradus. Endi bu soat milimiz ozgina yurib qo'ygan, qanchadir x gradusga. Bu x qanaqa topdik? Soat mili 60 minutda 30 gradus yursa, 50 minutda x gradus buriladi. Shu bo'yicha proporsiyadan x topamiz. Ya'ni 60 da 30 gradus buriladi. Ya'ni 60 minutda, ya'ni 1 soatda bu 2 dan 3 ga ko'chadi-ku. Ya'ni mana shu 30 gradus bo'ladi. 60 minutda 30 gradusga burilsa, 50 minutda necha gradusga burilishini proporsiya orqali topyapmiz. X teng bo'ladi, demak 1500 taqsim 60 ga bitta 0 ketdi. 150 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, adashmasam 25 gradus. Qaranglar endi. Bu 2 da, bunisi 10 da bo'lib turgan vaziyatda bular orasidagi masofa, bular orasidagi burchak 240 edi. Endi mana bu soat strelkamiz x gradus siljib qo'ygan oldi. Biz mana bu burchakni topish uchun, ya'ni soat mil va minut mil orasidagi burchakni topish uchun 240 dan ayirib qo'yishimiz kerak 25 gradus. Shunda 215 gradus kelib chiqadi va bu 2:50 dagi minut va soat strelkalari orasidagi burchak. Xo'p, keyingisi soat 3:30 bo'lganda soatning minut va soat mil orasidagi burchagini toping. Xo'p. Soatimizning minut va soat millari 3:30 da turibdi. Xo'p, demak bu 3, 4, 5, 6. 3:30 degani 3 dan 4 ga qarab ketyapti degani, minut mili bo'lsa 6 ni ko'rsatib turibdi degani. 3:30. 1 soatda o'zi soat mili agar 3 ta bo'lib turganda bular orasidagi burchak 90 gradus bo'lardi ekan. Endi biz shundan mana bu yerdagi qanaqadir x burchagini olib tashlaymiz. Xo'p, bu x burchagini qanaqa topamiz? Masalan, bu 1 soatda o'zi jamiki 30 gradusga buriladi. Endi yarim soat bo'lyapti. Yarim soatda bo'lsa, shuni yarim 15 gradusga buriladi. Demak, o'sha x'imiz 15 bo'lgan ekan. Endi proporsiya qilib o'tirmayapmiz, hozir ishlab ketyapmiz. Bizda mana bu qolgan burchak 90 minus 15 ga teng bo'ladi va buni qiymati bizda 75 gradus. Keyingi masala, soat 4:40 bo'lganda soatning minut va soat mil orasidagi burchakni toping. Soat bizda 4:40.
Hop. To'rt 40. Soat milimiz yo'q, minut haqida gaplashib olaylik. Minut milimiz demak 8 ni ko'rsatyapti. Shunda 40 minut bo'ladi. Soat milimiz bo'lsa 4 dan ozgina o'tib, o'sha 5 ga yaqinlashib qoldi, chunki 4:40 ku. Xo'sh, agar soat mili 4 da bo'lganida minut mili va soat mili orasidagi burchak qancha bo'lardi? 1, 2, 3, 4. 4 da 30. 120 bo'lardi ekan. Endi bu qanaqadir x burchakka burilib qo'ygan. Uni qanaqa topamiz x ni? 60 minutda 30 gradus burilsa, x minutda 40 minutda x gradusga buriladi. X ni topadigan bo'lsak, bizda 20 gradus chiqadi. Demak, x teng 20 bo'lsa, bu qolgan qismi 120 minus 20, ya'ni 100 gradusga teng ekanini javob berishimiz mumkin. Xo'p, keyingi misollarimiz, menimcha shu bilan soat strelkalari bo'yicha menimcha masala qolmadi. Xo'p, 62-misol. Yoyiq burchakning 4 dan 3 qismi necha gradusni tashkil etadi? Yoyiq burchakning 4 dan 3 qismi. Yoyiq burchak degani bu 180 gradusli burchak. Bir chiziq kerak. Yoyiq burchak 4 dan 3 qismi, ya'ni 180 gradusni 4 dan 3 qismini topish kerak. Juda xunuk yozganman. Hop. 180 gradusning 4 dan 3 qismi. Hop, oddiygina bu hisob kitob. Hop, tepa 540 taqsim 4 yoki qisqartirib ham bo'laveradi, farqi yo'q. 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 1 3 5. Adashmasam 135 gradus. Endi bu narsa murakkab narsa emas. Ko'pchiligimiz bilamiz, bu o'sha sonni qismini topish bo'yicha bajarilyap turgan narsa xolos. Yoyiq burchakning 6 dan 5 qismi necha gradusni tashkil etadi? Yoyiq burchakning 6 dan 5 qismi. Yoyiq burchagimiz, ya'ni o'sha 180 gradusli burchak, uni 6 dan 5 qismi. Hop, 30 u 150 gradus. To'g'ri burchakning 5 dan 2 qismi necha gradusni tashkil etadi? To'g'ri burchak bu 90 gradusli burchak, uning 5 dan 2 qismi adashmasam, hop, qisqartirdim. 10 necha chiqyapti shunda? 18 mi? 18 2 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, bizda 36 gradus. Hop, 65. To'g'ri burchakning 3 dan 2 qismi necha gradus tashkil etadi? 90 ko'paytirilgan 2 taqsim 3. Endi bu degani 60 gradus. 66. Qo'shni burchaklardan birining 40%, ikkinchisining 80% ni tashkil qiladi. Shu burchaklarni toping. Xo'p, yaxshi misol, ko'p uchraydi bunaqa misollar. Qo'shni burchaklarning birining 40%, ikkinchisining 80% tashkil etadi. Bu alfa bo'lsa, ya'ni mana shu alfamizning 40%, bunisi beta bo'lsa, shuni 80% ni tashkil etar ekan deyishimiz mumkin. Xo'p, sal chizmani aniqroq qilib chizaylik. Yoki bo'lmasa boshqaroq. Bittasini alfa deyman. O'z-o'zidan bu 180 minus alfa bo'ladi, chunki ikkalasining ham so'zi 180. Birini 40%, masalan, aytaylik, alfaning 180 minus alfaning 40%, ya'ni 0,4 ga ko'paytmasi. Ikkinchisini, ya'ni alfani 80%, ya'ni 0,8 ga ko'paytirilganiga teng, ya'ni shuni tashkil qilar ekan. Shu burchaklarni toping. Mana shu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, bizda alfaning qiymati kelib chiqadi. Xo'p, qavslarni ochib chiqamiz. 180 ga ko'paytirilgan 0,4 bu 72 ga teng, minusdan 0,4 alfa, 0,8 alfa. 1 u 2 alfa 72 ga teng bo'lsa, alfaning qiymati adashmasam 60 ga teng, ya'ni 60 gradusga. Xo'p, shu burchaklarni toping. Bittasi 60 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi 120 gradus. Xo'p, keyingi misolimiz. Qo'shni burchaklardan birining 2 taqsim 5 qismi ikkinchisining 10% ni tashkil qiladi. Shu burchaklarni toping. Qo'shni burchaklardan birining 5 dan 2 qismi, ikkita qo'shni burchak, biri alfa, ikkinchisi 180 minus alfa. Birining, ya'ni 180 minus alfaning 5 dan 2 qismi ikkinchisining 10% ni tashkil etadi. Alfaning 10%.
Ya'ni 0.1 ko'paytirsam o'sha 10% kelib chiqaveradi. Shu burchaklarni top. Tenglamasini tuzib oldik. Alfani topamiz va undan keyin 180 minus alfa hisoblash orqali ikkinchi burchakni ham topishimiz mumkin. Xo'p, kelib 5 ni ikkinchi tomonga ko'paytirma qilib o'tamiz. 2 ni qarshiga ko'paytiramiz. 360 minusdan 2 alfa, bu yoqda 0.5 alfa. 2 alfa o'tib ketsa, 2,5 alfa teng 360 ga. Alfaning qiymati shunda xo'p, necha bo'lyapti? 2,5 degani 10 taqsim 4 degani 10 36 nol bilan 360 nol bilan qisqarsa 4 kere 36 bizda 144 gradus ekan. Demak, alfaning qiymati 144 gradus. Mana bunisi bo'lsa, shunda 36 bo'ladi. 36 gradusga teng ekan. Xo'p, 68-misol. A va B qo'shni burchaklar uchun alfa plus alfa taqsim 2 plus alfa taqsim 4 plus va hokazo beta beta taqsim 2 beta taqsim 4 yig'inining qiymatini toping. Xo'p, yaxshi. Demak, birinchi mana bu alfalardan alfani chiqarib olinglar qasdashlar. Ya'ni alfa qatnashgan ifodalardan 1 qo'shilgan 1 taqsim 2 1 taqsim 4 va hokazo. Keyingisidan betani chiqarib olaylik. 1 plus 1 taqsim 2 1 taqsim 4 plus va hokazo. Mana shu qiymatni topishimiz kerak. Qavschi bu chekis geometrik progressiya. Chekis geometrik progressiyada barcha hadlar yig'indisi B1 taqsim 1 minus Q orqali hisoblanadi. B1 bizda 1 ga teng ekan, Q 1 taqsim 2 ga teng ekan. Hisoblaydigan bo'lsak 1 taqsim 1 taqsim 2 bu 2 ga teng, demak yig'indi 2 ga teng. Bunda ham yig'indi 2 ga teng. Bu degani 2 alfa plusdan 2 beta. Xo'p, alfa plus alfa va beta qo'shni burchaklar uchun deb qo'yib. Demak, alfa beta qo'shni burchak ekan, ularning yig'indisi 180 ga teng. Ikkalasidan ikkini qarshiga chiqaraman va alfa plus betani o'rniga 180 qo'yiladigan bo'lsa, bu 360 gradusga teng degan. Xo'p, 69. Bunda ham hozirgi misol bilan deyarli bir xil ekan. Bunda ham o'sha alfani birinchi qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, 1 plus 2 taqsim 3, 4 taqsim 9 va hokazo. Betani chiqaradigan bo'lsak, 1 plus 2 taqsim 3, 4 taqsim 9 va hokazo. Yig'indini topishimiz kerak. Bu ikkalasi bitta bir xil narsa bo'lib turibdi. Ya'ni o'sha qanaqadir bitta songa teng, o'sha sonni qarshiga chiqarib oldim va qarshisida alfa plus beta qoldi. Endi o'sha sonni hisoblab topib qo'yamiz. Bu ham chekis geometrik progressiya. B1 taqsim 1 minus Q. Q bizda 2 taqsim 3 bo'lyapti. 1 taqsim 1 taqsim 3 bu 3 ga teng. Demak, qavslar 3 ga teng bo'lyapti. O'sha 3 qavsni chiqarib oldim. Xo'p, alfa va beta qo'shni burchaklar ekan. Ularning yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Bu degani 540 gradus. Xo'p, 70-savol. Burchakning sinusi 3 taqsim 5 ga teng. Bu burchakka qo'shni burchakning sinusini toping. Qanaqadir mana bu alfa burchagimizni sinusi 3 taqsim 5. Bu burchakka qo'shni burchagini sinusini toping. Qo'shni burchak 180 minus alfa deb aytdik. Shu 180 minus alfani sinusini topishimiz kerak. Xo'p, trigonometriyadagi keltirish formulalariga asosan sinus pi minus alfa bo'lyapti bu yerda. Buni biz sinus alfa ko'rinishida yozishimiz mumkin. Xo'p, sinus alfa tepada o'zi tayyor 3 taqsim 5 ga aytilgan. Demak, bu burchakda ham sinusi 3 taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, 71-misol. Burchakning kosinusi 5 taqsim 13 ga teng. Bu burchakka qo'shni burchakning tangensini toping. Mana shuni 180 emas, pi yozib ketaman. Pi ham 180 gradus-ku. Xo'p, burchakning kosinus alfa 5 taqsim 13. Bu burchakka qo'shni burchakning tangensini toping. Ya'ni tangens pi minus alfani so'rayapti. Xo'p, tangens pi minus alfani bitta keltirib olaylik oldin. Bu tangens alfa-yu va bu ikkinchi chorak bo'lgani uchun manfiy bo'ladi. Oldiga bitta minus qo'yib qo'yamiz. Minus tangens alfaga teng ekan. Minus tangens alfa. O'zi tangens alfa nimaga teng? Sinus alfa taqsim kosinus alfaga teng. Endi buni sal boshqaroq topish mumkin. Ya'ni
Uchburchak usuli. Bu usuldan ketmasdan turib. Uchburchak usuli mana bu kosinus 5 taqsim 13 bo'lish uchun burchak yopishgan katet 5, hipotenuza 13 bo'lishi kerak. O'sha paytda mana bu yerda adashmasam burchak qarshidagi katet 12 bo'lishi kerak. To'g'ri, 144/25 shunda 169 teng bo'ladi. Va sinus topadigan bo'lsak, baribir shu narsaga, o'sha minusdan sinus alfa taqsim kosinus alfa yozib olar ekanmiz. Mana bu yerdan sinus topadigan bo'lsak 12 taqsim 13 bo'lyapti. Kosinus alfamiz 5 taqsim 13. Bu degani minus 12 taqsim 5. Yo'q, o'zi bu narsani aytmoqchi emasdim, o'zi. Maktabda adashdim men yana. O'zi bekorga tushirmadim-da. O'sha xayolimga ko'tarilib qoldi, esimdan chiqdi qandaydir. Mana bu uchburchak usulida o'sha birdaniga tangiz topib qo'ysa bo'ladi demoqchidim. O'zi birinchi yozganim shu gapni aytaman deb o'chirdim, yana o'sha gapni qaytarib qo'ydim. Tangiz alfani topish mumkin-ku mana bu yerda. 12 ni 5 ga bo'lish orqali. Farqi yo'q. Endi ikkalasini ham bitta javob chiqaveradi. Faqat endi bunisi da sal osonroqmi endi. Xo'p, yaxshi, keyingisi. Xo'p, bizda keyingi misolimiz 72. Xo'p, 72. Burchakning bisektrissasi uning bir tomoni bilan 24 gradusda burchak tashkil qiladi. Burchakning o'zini toping. Burchakning bisektrissasi uning bir tomoni bilan mana bu burchak va o'rtadagi bisektrissa bir tomoni bilan, ya'ni mana bu tomon bilan masalan 24 gradusda burchak hosil qilar ekan. Burchakning o'zini toping. Xo'p, demak, yarmi 24 bo'lgandan keyin ikkinchi yarmi ham 24 bo'ladi. Burchak umumiy holatda 48 gradusga teng. 73. Burchakning bisektrissasi uning bir tomoni bilan 25 gradus burchak hosil qiladi. Burchakning o'zini toping. Bu ham hozirgi bilan bir xil. Bunda endi 50. 74. ABC nuqtalar ko'rsatilgan tartibda to'g'ri chiziqda yotadi. Ya'ni mana shu ketma-ket holatda. A, B va C. ABni ACga nisbati 3/7. ABning ACga nisbati 3/7. Demak, bunisi 7x. BCni ABga nisbatini toping. BC o'z-o'zidan meta 4x ligi ma'lum. BCni ABga nisbatida ABga nisbatida AC dvorim shekilli. BC 4x, AB hop 3x qiymatlar olib kelib qo'yiladi va xlar qisqarib ketsa 4 taqsim 3 yoki 4 3 nisbatan bilan javob berishimiz mumkin. 75-misol. A, B, C va D nuqtalar to'g'ri chiziqda ko'rsatilgan tartibda yotadi. Ya'ni mana shu ketma-ketlik bo'yicha. A, B, C va D. Agar AB teng BC, AB teng BC teng CD va bular har bittasi 8 dan ekan. Uzr, x yozish kerak yo'q ekan, o'zi tayyor berib qo'yibdi. 8, 8, 8. Bo'lsa AB va CD. AB va CD. Kesmalar o'rtalari orasidagi masofani toping. Yaxshi. O'rtalari orasidagi masofa. Mana bu so'ralyapti. Qaylar? O'zi mana bu yergacha 4. Bu 8. Bu 4. Chunki o'rtasini olyapmiz. Umumiy holatda uchalarisini yig'indisi 16 ga teng. Xo'p, keyingi misol. 76. A, B, C, D nuqtalar to'g'ri chiziqda ko'rsatilgan tartibda olingan. A, B, C, D. Agar A, B, B, C, C, D, ya'ni uchala kesma teng va ular 12 uzunligi bo'lsa, A, B va B, C, A, B va C, D. A, B va C, D kesmalar o'rtalari orasidagi masofa. A, B va C, D kesmalar o'rtalaridagi masofa. Xo'p, bu ham hozirgi misol bilan bir xil. Butun mana bu AB kesma 12 bo'lsa, yarmi 6, bu ham 12, bu ham 6. Jami hammasi 12 + 6 + 6 24 ga teng bo'ladi. Xo'p, AOB burchak ichida D nuqta olingan. Hop, AOB burchak ichida D nuqta olingan va OC nur AOB burchakning bisektrissasi. Hop, OC nur AOB ning bisektrissasi bo'lsin.
AOD. Hop, AOD burchak 42. Hop, DOB burchak 32 bo'lsa, hop, DOSini toping. Demak, nuqta mana bu yerlardan olingan bo'lgan. Mana bu D nuqtamiz. Hop, AOD. Bu burchak 42 bo'lgan va DOB 32 bo'lgan. DOSini toping deyapti. O'zi biz umumiy holatda AOB burchak topib olaylik. Mana bu yarim 42 bo'lsa, mana bu qolgan yarmi 32 bo'ladigan bo'lsa, umumiy holatda burchagimiz 74 gradusli burchak bo'lyapti. Endi bizga nima kerak? Bizga hop, mana bu qizilda o'zgarlarni o'chirib olaylik. Xo'sh. Mayli, shart emas. Xo'p, bu burchak topish uchun nima ish qilish kerak? Birinchi o'rinda SOB ni topib olasizlar. Mana SOB ni savobi burchakning yarmi bo'ladi. Chunki bu OSni bisektrisa deb qo'yishganda 37 gradusga teng bo'ladi. Endi mana bu jami o'zi 32 bo'ladigan bo'lsa, 37 bo'ladigan bo'lsa va pastda 32 bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan mana bu 5 ga teng bo'lib qoladi. Bo'ldi, bizdan mana shu burchak so'ralgan, xolos. Mana javoblar ham olganda ko'rib qo'ydik. 77, 5 ekan mana. Xo'p, yaxshi, 78 ga keldik. AOB burchak ichida D nuqta olingan. OS nur AOB burchakning bisektrisasi bo'lsin. AOB. Xo'p, mana shuni mana bunda chizaylik. AOB burchak ichida D nuqta olingan. OS nur AOB burchakning bisektrisasi. Mana bu A, uzr, mana bu A yo'q, OS chiziq bo'ldi. Endi hozir mana shu mana bu A B AOB. Bu S. AOB burchakning bisektrisasi OS bo'lyapti. Hop, AOD 48. Aytaylik D nuqta mana bu yerda. Mayli, to'g'ri bo'lmayapti bu. Xo'p, AOD 48. 48. DOB 36. DOSini toping. Mana bu oradagi burchak so'ralyapti ekan yana. Xo'p, birinchi nima ish qildik? Umumiy holatda burchak topib oldik. AOB burchagimiz 48 plus 36, ya'ni 84 gradusga teng. Endi S, mana bu OS nur burchak tenglikka bo'lyapti, chunki bisektrisa har bittasini 42 bo'lgan ikkita burchakka ajratyapti. Xo'p, jami mana bu yerda o'zi 42 bo'ladigan bo'lsa va mana bu qism 36 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu qism o'z-o'zidan 12 gradusga ma'lum. Demak, oradagi burchak 12 gradusga javob bersak bo'ldi. Xo'p, 79. 79. To'g'ri chiziqda qandaydir tartibda A, B, C, D nuqtalar olingan. AB, AC, AD, BC, BD, CD kesmalarining uzunliklari o'lchandi. Kesmalarning uzunliklari o'sish tartibida joylashtirilganda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ga teng kesmalar hosil bo'lishi mumkinmi debdi. Xo'p. To'g'ri chiziq. Xo'sh, yaxshi savol. Unchalik qiyin emas lekin. Hop, hozir ko'rib chiqamiz. A, B, C, D nuqtalar. A, B, C, D nuqtalar olindi. AB, AC, AD, BC, BD, CD. BC, BD, CD. Kesmalarning uzunliklari o'lchandi. Kesmalarning uzunliklari o'sish tartibida joylashtirilganda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ga teng kesmalar hosil bo'lishi mumkinmi debdi. Xo'p, qani bir voy joylashtirib ko'raylikchi bitta. A, B, C, D. Shu
S'ni o'rtaroqqa chizaylik. Hop. AB, AC, AD, BC, BD va oxirgisi CD. Hop, kesmalarning uzunliklari o'tish tartibida joylashtirilganda 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. BC shunda hop to'r. Yo'q, bo'lishi mumkin emas ekan. Qaranglar. Nimaga bo'lishi mumkin emas? Javobdan ko'raylikchi, javobda ham bo'lishi mumkin emasmikan o'zi? Ha deb qo'yibdi. 79 ga. Bo'lishi mumkinmi? Nimaga? Xo'p, endi o'ylab ko'ramiz. Ha degan javob berilgan. AB 1. Xo'p, bu 1 bo'lsa, bunisi 2, bunisi 3. Bu yerda uzr. Kesmalarning uzunliklari o'sish tartibida joylashtirilganda debdi-da. Men ana bu narsani o'ylabmanki, mana bu ketma-ketlik bo'yicha mana shu o'lchamlar deb tushunibman. Masalan, shartini noto'g'ri tushunmayapman. Demak, bular orasi mana bu imminda mana shu 1 bo'lgan uzunlik, mana bu 1, mana buniki degani emas ekanda yoki 2 A-niki emas ekanda. Xo'p, endi boshqadan bitta o'ylab ko'ramiz. Xo'sh, AB kesma birinchi o'rinda, mana bu kesma, keyin AC, keyingisi AD. Xo'p, keyingisi BC, keyingisi hop BD, keyingisi CD. Bu kesmalar bitta, ikkita, uchta, 6ta. Bu yoqda ham 6ta. Demak, bizda hozirgi holatda chizadigan bo'lsak, ya'ni ketma-ket qilib, eng uzun kesmamiz bu AD ga to'g'ri kelyapti. Mana bunga, ya'ni 6 ga. Undan bitta kichikrog'i qaysi endi? Ozgina kichikroq. Yo AC, yo BD. Bittasi 5 bo'lib turib, bittasi 4 bo'lishi mumkinmi? Mumkin, sababi qanaqa joylashtirilgan? Masalan, bu ikkalasi mana bu holatda 6 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga C, AC 5 bo'lganda, bunisi 4 bo'lgan. Orada mana bu bir-birining ustiga necha santimetr? 3 santimetr mingan. Bu tomondan 2, bu tomondan 1 qolgan. Bo'lishi mumkin. Aytaylik, bunisi 5 bo'lsa, bunisi 4 bo'lsin. Xo'p, hozircha mumkin bo'lyapti. Endi 3 va 3 2 1 kesmalar. Xo'p, endi 3 bo'lishi mumkin dedik. Mana o'rtani, o'zi mana bu o'rtadagi kesma mana shu tayyor. 3 ham chiqishi mumkin ekan. Endi mana bu chekkani 2 dedik, mana uni 1 dedik. Mana bu 2, mana bu 1. Demak, 1, 2, 3, 4, 5 bo'lgan hamma kesma hosil bo'lishi mumkin ekan. Endi umumiy holatda har bitta kesma o'lchamini hozir chizib qo'yaman, yozib qo'yaman. Mana bu AB o'lchami 2 bo'lyapti. BC ni o'lchami. Xo'p, shunda 3 bo'lyapti. CD niki bo'lsa, bu 1 bo'lyapti. Shunda CD ni uzunligi 1 ga, BD ni uzunligi 4 ga, ya'ni 1 ketdi, 4 ketdi. Xo'p, BC niki 3 ga, BC niki 3 ga, 3 ham ketdi. Teng bo'lishi mumkin bo'lyapti. AD niki, AD ni uzunligi 6. Umumiy holatda 6 ku. AD ni uzunligi 6. 6 ham chiqib ketdi. Ya'ni bo'lishi mumkin bo'lganlar chiqarib olyapmiz. Mana shundan kelib chiqqan kesmalar. AC niki, AC ga qarasam 2 va 3, ya'ni jami 5 bor ekan. 5 ham AB 2 ga. Hop, AB 2 ga. Bo'ldi, hammasi kelib chiqyapti. Demak, bu holatda bo'lishi mumkin ekan. Ha degan javob berishimiz mumkin endi. Xo'p, yaxshi. Keyingi misol. 8 soat 3:00 da
soat 3:00 qancha vaqtdan keyin soat va minut millari orasidagi burchak birinchi marta 24 gradusga teng bo'ladi. Xo'p, yaxshi savol. Xo'p, soat va minut mili. Xo'p, soat 3:00. Hozir soatimizni minut mili va soat millari ustimizda turibdi. Ya'ni 3:00. Uzr, mana bu ustimizda bordi. Mana bu 3 ta turibdi. Hop. 3 2 1. Qancha vaqtdan keyin birinchi marta ular orasidagi burchak 24 gradusga teng bo'ladi? Xo'p, qaranglar. Hozir orasidagi burchak 90 gradus. Endi bu minut mili soat milini quvib o'tadi, ya'ni quvib boradi va burchak har safar vaqt o'tgan sari qisqarib boraveradi. Endi mana shu tafovut 24 gradus bo'lib qoldi. Hozir 90. Qanaqa ish qilinadi? Xo'p. Yana bitta chizma chizib olaylik. Tushuntirishga osonroq bo'lsin. Mana bu soat milimiz. Hozir 3 ni ko'rsatib turgan bo'lsa, u endi qanchadir vaqtdan keyin ikkinchi qanaqadir holatga o'tadi. Aytaylik, mana bu yerga kelgan bo'lsa, minut milimiz bo'lsa, taxminan mana bu yerlarga kelgan bo'ladi va mana shu yerda 24 gradus hosil bo'ladi. Va mana shu vaziyat hosil bo'lishi uchun qancha vaqt kerak? Xo'sh. Mana bu soat milimiz nechidir minutda qancha gradusga burilyapti? O'zi 60 minutda 30 gradusga buriladi. Qanaqadir x minutda bo'lsa, bu qandaydir alfa burchakka burilsin. Endi bu turib tursin hozircha. Ikkinchisi minut mili. Minut milimiz qanchadir vaqt o'tgan paytda nechidir gradusga yuradi va mana bu yerdagi xo'p alfa gradus va bu bosib o'tganidan qolgani mana bu burchak endi 20 yig'indisi ikkalasi birga 24 bo'lishi kerak. Xo'sh. Bu vaziyatga kelish uchun mana bu yerda beta deylik. Bu betani topish uchun nima qilamiz? 90 dan o'sha bosib o'tgan burchakni ayirib olamiz. Bizda o'sha vaqt o'sha, ya'ni x minut vaqt o'tyapti. Minut mili har minutda 6 gradusdan yuradigan bo'lsa, x minutda 6x. Ya'ni o'sha 1 minutda 6 gradusdan yuryapti. Endi x minutda 6x gradusga burilgan bo'ladi. Ya'ni o'sha burilgan o'sha qismini 90 dan olib tashlayapmiz. Qolgani kelib chiqyapti beta. Endi mana shu beta bilan alfa ni yig'indisi 24 bo'lishi kerak ekanda shart bo'yicha. O'zi mana aytib qo'yapti, 24 gradusga teng. Proporsiyamizda alfani topamiz. Alfani topadigan bo'lsak 30x taqsim 60, ya'ni x taqsim 2. Alfa plus beta 24 bo'lishi kerak. Xo'p, alfa bizda x taqsim 2, beta bizda 90 minus 6x. Xo'p. 24 gradus. Tenglamani ishlab qo'yamiz endi. Xo'sh. X taqsim 2. Xo'p, 0.5 dan 6 ni ayirsak 5,5, uni ikkinchi tomonga o'tib plusdan 5,5, 90 dan 24 ayiradigan bo'lsak 66 gradus. X ni topadigan bo'lsak qancha bo'ladi endi? Xo'sh. 660 taqsim 55 yozib olsam 11 ga qisqaradi. 60 taqsim 5 bo'ladi va bu 12 minut degan. Demak 12 minutdan keyin ular orasidagi burchak 24 gradusga teng ekan. Hop, javobini ham bitta ko'rib qo'yaylik. Javobida ham mana 12 minut berilyapti. Xo'p, 81 va 82. 19 gradusli burchak yordamida 1 gradusli burchakni hosil qilish mumkinmi?
Javobni izohlang. 82 23 gradusli burchak yordamida 8 gradusli burchakni hosil qilish mumkinmi? Endi bu mantiqiy masalaga endi bularni o'zingizlar bir ishlab ko'rib qo'yasizlar. 9 gradusli burchak yordamida 1 gradusli burchak hosil qilish mumkin menimcha. Sabab 1 gradusli burchak bo'ladigan bo'lsa, o'sha tayyor qolip bo'lsa, o'shandan chizib 19 tasini chizsak, 19 gradusli burchak hosil bo'ladi. Endi 23 gradusligida bo'lsa, endi sal boshqaroq fikrlaymiz endi bunda. Bittasi 8, yana bitta chizsam 16, yana bitta chizadigan bo'lsak, necha bo'ladi shunda? Xo'p, 24 bo'lib qolyapti. Endi u bitta 1 gradusga ko'payib ketib qoldim. Endi bu 1 gradus qanaqa topish mumkin? Endi 1 gradusni endi xuddiki men to'g'rimi, noto'g'rimi bilmadim men bu narsani tasavvur qilyapmanki, qo'limizda xuddiki bitta list bor. Shu listdan o'shanda 8 gradusli burchak yasab qo'yilgan. Shu 8 gradusli burchakdan bir marta, keyin 2 marta, 3 marta qo'yib chizdimda 24 gradusli burchak hosil bo'ldi. Endi bu balki noto'g'ridir. Endi aytib o'tib ketyapman. O'sha 8 gradusli burchak bo'ladigan bo'lsa, buni 1 gradusli burchakka keltirish uchun bitta buklayman, 4 gradusli burchak hosil bo'ladi. Yana bitta buklayman, 2 gradusli burchak hosil bo'ladi. Undan keyin yana bitta buklasam, unda 1 gradusli burchak hosil bo'ladi. Keyin o'sha 1 gradusli burchakni yana o'sha burchakni qo'yib turib chizib taslasam, bu yoqda 23 qolaveradi. Endi shunaqa bo'lishi mumkin, yana bilmadim. Xo'p, yaxshi. Demak, shu bilan soatimiz ham 9 bo'libdi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Xudo xolasa, keyingi darsimizda parallel to'g'ri chiziqlarda burchaklar mavzusini ko'rib chiqamiz. Misollar yechimini Telegram kanalimizga tashlab boramiz. Bemalol Telegram kanaliga o'tib ko'rishlar mumkin. Telegram kanalimizning linkini shu videoni o'sha pastdagi opsiyasiga yozib qo'yamiz. Xo'p, kuzatgan hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.